alaykum. Mirishkor Agrobank filiali hamda Umarqulov Abduxoliq fermer xo'jaligi bilan birgalikda Mirishkor tuman Mirobod mefiyida 10 gektar yer maydoniga kungaxo'r mahsulot yetishtirilmoqda. Umarqulov Abduxoliq fermer xo'jaligi Mirishkor Agrobankdan 185 million aylan mablag' to'ldirish krediti ajratilgan. Kredit mablag'larini urug' va mineral o'g'itlar uchun ishlatilmoqda. Hozirgi kunda mineral yo'g'it bilan kitob berilmoqda va kungaxo'r mahsuloti iyul avgust boshlaridan tayyor bo'ladi. 10 gektar yer maydoniga 33 ta dehqon xo'jaligi ijara shartnoma qilingan. Har bir gektar yer maydonidan 3-3,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. 1 gektar yer maydonidan 70-80 million daromad olish ko'zda tutilgan. Yer maydoni eni 200, uzunligi 500 metr maydon egallangan. E'tiborlaringizni rahmat.